Assalomu alaykum. Bugun 14-kun va soat yana 5. Xo'p, bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam personality'lar haqida, ya'ni introvert, extrovert and ambivert. Introvert va extrovert juda ham oson. Bittasi juda tortinchoq bo'ladi va bittasi juda ham chiqishuvchan bo'ladi. Lekin ambivert bu eng murakkab personality'lardan biri hisoblansa kerak menimcha. Va o'ylaymanki, men ham shu toifaga kiraman deb o'ylayman. Bu men uchun ambivertlar bu shunaqangi toifaki, ertalab qanaqangi kayfiyatda tursangiz, siz o'sha personality'ga mansub bo'lasiz. Ya'ni ertalab yaxshi kayfiyatda tursangiz, kun bo'yi ekstrovert bo'lishingiz mumkin. Ya'ni odamlar bilan yaxshi chiqishib ketadigan va yaxshi til topishib, baland gapiradigan bo'lasiz va lekin ertalab agar yomon kayfiyatda tursangiz, energiyasiz ahvolda tursangiz, kun bo'yi introvert bo'laverasiz. Birovlar gapirsa gapirgingiz kelmaydi, yoningizdagi odamga gapirgingiz kelmaydi, uyqungiz keladi, yolg'iz qolgingiz keladi va shunaqa. Sizni kun bo'yi qanaqa ekstrovert va introvert bo'lishingiz ertalab qanaqangi kayfiyatda uyg'onganingizga bog'liq bo'lib qoladi. Buguncha shunaqa gaplar.